2 oyda IELTS 7 olish sirlari. Birinchi sir. IELTS 7 olish uchun siz IELTS o'qimasligingiz kerak. Agar kamida upper intermediate-ni bitirmagan bo'lsangiz, agar sizga IELTS 6-6.5 kifoya bo'lsa, unaqada o'qituvchisiz ham olsangiz bo'ladi. Shunchaki IELTS strukturasini o'rganib chiqasiz bo'ldi. Ya'ni siz writing qanaqa shaklda yoziladi, qanaqa strukturasi bor, reading va listeningni bajarayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, shularni ko'rib chiqasiz xolos. Chunki bir narsani tushunishingiz kerak. IELTSda siz ingliz tilini o'rganmaysiz. Siz u yerda IELTS strukturasini o'rganasiz, fikrlashni kengaytirishingiz mumkin maksimum. Bo'ldi. Agarda sizga IELTS 7.5, 8.5 kerak bo'lsa, ana unaqada IELTS instruktor nazorati ostida olimpiadaga tayyorlanayotgan sportchi kabi tayyorlanishingiz kerak bo'ladi. Chunki odam bir oy davomida 6 soatdan dars qilishga o'ziga majburlamaydi. O'qituvchisi bo'lsa majbur. O'sha uchun ingliz tilini agar puxta o'rganmoqchi bo'lsangiz, avval General English, keyin bo'lsa IELTS o'qish kerak. IELTS bu shunchaki imtihon. Qanaqadir hayotni murakkablashtirish kerak emas. Yoki fikrimga qo'shilasizmi? Yo'q, teacher. IELTS bu hayot va